Diqqat, ogoh bo'ling. Issiq nonni sevib iste'mol qiladiganlar albatta ushbu videoni oxirigacha tomosha qiling, chunki bu holat aynan hozir sizda sodir bo'layotgan bo'lishi mumkin. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Iltimos ushbu muhim ma'lumotdan boshqalar ham xabardor bo'lishlari uchun video ostidagi like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Barchangizdan Alloh rozi bo'lsin. Diqqat qiling, issiq nonni umuman qora paketga solmang, chunki paketlar chiqindilarni qayta ishlash orqali tayyorlanadi. Ha do'stlar, to'g'ri eshitdingiz. Chiqindilarni qayta ishlash orqali tayyorlanadi. Issiq non ta'sirida paket o'zidan zararli moddalarni chiqarishi mumkin. Ya'ni o'zi issiqlikni chiqarib, paketni eritgan holda uni ma'lum bir miqdorda zararli moddalarni chiqarishi mumkin. Ushbu xabarni yaqinlaringizga ham yuborib qo'ying. Hurmatli tomoshabin, videomiz sizga foydali bo'lgan bo'lsa, unda like va obuna bo'lish tugmachalarini bosib qo'yishlikni unutmang. O'zingiz va yaqinlaringizni ehtiyot qiling. Xayr, salomat bo'ling.